وقفة لم تطل بنا لأخ ملؤه الهمم والتقينا وحان في آخر الأمر مختتم. وقفة لم تطل بنا لأخ ملؤه الهمم والتقينا وحان في آخر الأمر مختتم. Ahli sunnani gaplari. Ahli sunna kim keladi desa, salafi solihlar va mutaaxir ulamolar hammasi ahli sunna va jamoa. Sen salafman deyotgan bo'lsang, qaysi salafdasan bilmadim seni. Sen kimni salaf deb o'ylab kimga ergashding? Biz aytayotgan salafi solih ulamolarimiz payg'ambarimizni Odam alayhisalomdan to o'zi tug'ilgacha kelgan hamma ota-onalarini mo'min, musulmon, namozxon, mushrik bo'lgan emas, fosiq bo'lgan emas, biror bir ayib, kamchilik bo'lmagan sarasidan kelgan deb aytayapti. Oyat bilan keltiryapti. Yana tiling uzunlik qiladigan bo'lsa, tilingni qisib qo'yadi Xudoyim bor senga. Tilingni tiy. Vaqtimiz bo'lib qoldi. Shu vaqtni ziqligida bir gap gapiraman. Hamma odam o'ziga savol bersin. Hammamiz otamizni, onamizni kimligini bilamiz. To'g'rimi? Bitta odam sizga kelib, seni dadang do'zaxda desa nima deysiz? To'g'rida tasdiq qilasizmi, yoqasiga solasizmi? Ko'tarolmaydi bir oddiy odam otasining kimligini biladi. Bilamiz otalarimiz qaysi darajada kim bo'lganligini bilamiz. Aybsiz bo'lgan emas hammamizga. O'zimiz ham kimlargadir otamiz aybli emas, aybimiz yo'q emas, toza emasmiz. O'zimiz ham Xudodan ey Xudo jannatni ber deb so'rayapmiz. Bilamiz jannatga kira olmasligimizni. Xudo o'zi rahmat qilmasa. To'g'rimi? Endi shu bizni otamizga sha'niga shu gapni gapirgan odam nima deb qabul qilasiz? Oddiy odam otasiga tosh otganga javobingiz bor-u, payg'ambaringiz tosh otganga indamay turasizmi? Kekirdingiz olmasdan. Otangizdan qadr yo'qmi payg'ambarimiz alayhisalomni? Nima uchun o'tirasiz? Mavlud oyi kelsa, mavlud o'qishni bilishadi. Yolg'ondan yig'lab pul olishni biladi. Payg'ambarni ish biladi. Himoyaga turmaysan mavlud o'qigan o'g'il bola. Payg'ambarning ummatining davosini qilasan. Gazandalar, tagi yo'qlar har xil gap gapirsa indamay turasan, mulla mishib o'xshab. Nima uchun chang solmaysan? Nima uchun javob bermaysan? Hazrat Umar roziyallohu anhu bir yerga kelgan ekanlar. Yahudlarning kattasi, "Sen Umar biz ichimizga ko'p kirasan, seni biz yaxshi ko'ramiz" desa, "Men senlar jinimdan yomon ko'raman. Men senlar ichiga kirib o'tirishdan maqsad senlarning kitobingizda biz payg'ambarimiz to'g'ri nima degan ma'lumot borligini, shunga o'qiyotgan chiqib qolamligini shuni eshitish uchun kiraman, xolos" dedilar. Shunda u ichida bittasi qo'yma-qo'y gapirdi, shunda urdi-kin og'zini qonga to'ldirib qo'ydi. U borib payg'ambarimiz alayhisalomga da'vo qildi. "Maloni men ur mara qildi" dedi. Umar nima uchun mara qilding dedilar. Buni og'zidan chiqqan gapga qarang. Bizning dinimizga tosh otyapti dedi. Illo billah demaganman deb tonib oldi. Hazrat Umar haqligi oyat kalima tushdi. Cherkovda, masjidda og'zini qonatdi. Sen bilsan biz payg'ambar gapiradi dedi. Jamoatning ichida urdi. Kofir urdi. Tushunasizmi? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ham kirdilar. O'tib ketsa, shunaqa gap bo'layotgan edi. Lekin quloq soladilar, payg'ambarimiz haqlariga ketdi gap. Shunda to'g'ri bor tarsalat soldi. Sen bizdan payg'ambardan gapiradigan deb. Ko'kartirib yurdi. Yana bu kishi Abu Bakr nima dedilar bilasizmi? Bizni sen kofirlar bilan ittifoqimiz bo'lib, kelishuvimiz bo'lmaganda endi o'yin ko'rsatgan bo'lardim. Sen meni to'sib turgan narsa shu. Senlar bilan bizni ittifoqdosh dogovorimiz bor. Shu buzilmasin deyapman. Tilingni tiyib yur dedi. Sen nima deyapsan? Men seni ur demayapman, chop demayapman. Buningni o'chir deyolmaysanmi? Dinga tashlatayotgan xunasiga. Payg'ambaringni haqorat qilayotgan odamga uningni o'chir deyishga yaramaysanmi? Yana telefonning ko'chib manaq deyaplar bor ekan, ko'tarib kelasan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam ota-onalarning sha'nida kim ikkiga boradigan bo'lsa gumonlansa,
u dinda mahkam tura olmay qoladi, aytib qo'yakan. Dindan chiqib ketish oson bo'lib qoladi odamni. U dindan chiqib ketish oson bo'lib qoladigan gapni ham Xudo xolasa o'lmasam senga yetkazib beraman. Men bugungi kungacha 2 ta oyat keldim xolos. Ular oyatdan lahmingi bor. O bir to'g'ri payg'ambarimiz ota-onalar una bo'lmagan deb qo'ysam bo'laradigan joyda edi. Lekin bu gazandalar gapirgan gap sizni erta ikkilantirib qo'yishi mumkin-da. Tushunasizmi? Shu siz ikkilanmasligi uchun men sizga sekin bir joydan olib kelyapman-ki, nima bo'lganligini olib kelyapman. Bu oyatlar bilan hadislarni ko'ramiz hali, Xudo xolasa. Hadislardan keyin ulamolarimiz fatvolarini ko'ramiz. Payg'ambarimizga gap gapirgan odamlar nima desa, nima bo'lishi to'g'rili oyatlarni o'rganamiz. Ulamolarimiz payg'ambarimizni obro'larga tosh tekkizgan otganlarga nima hukm chiqarganini ham o'rganamiz hali. Bu bechoralar qaysi holatda turarkan agar tavba qilmasa? Diningizni himoya qiling, lo'llay turavermasdan. Ya onang desa tikkasiga urishasan-ku. Payg'ambarimiz alayhisalom o'zingdan, joningdan, otangdan, onangdan, molingdan men aziz bo'lmagan uchun musulmon bo'la olmaysan dedilar. Payg'ambarning so'ytirib qo'yib turaverasan. Ya'ni musulmonning davosini qilasan. Qayeri musulmon? Men oyat hadisdan keltiryapman. Men hammasidan aziz bo'lmagungacha senga iymoning baquvvat bo'lmaydi dedilar. Qani iymoning baquvvatligi? Indamayapsan-ku payg'ambaringga toshatsa. Dinni bulg'asa ham indamayapsan-ku. Yoningda turib dinni bulg'asa indamayapsan-ku. Ko'tini yumagan mehrobga o'tib imom bo'lsa, o'tmoqqa ko'tini yuvayotgan chiqoq senga o'xshaganlarning joyi emas bu. Payg'ambarlardan qolgan pokiz odamlardan qolgan mehrob, ko'ringan qalansi qatang tura olmaydigan joyda yelkasidan tortib qo'yamayapsan-ku. Kepkasi bilan keladi, boshyalan keladi. Ko'tini yuvmasdan keladi. Paypog'i mas tortib keladi o'yinchoq qilib. Shunga xido qilyapsan-ku sen. Mehrobda o'yinchoq qilayotganga. Nima musulmon seni? Qarshi chiqa olmasang. Bular ko'pmi, biz ko'pmi? Qani ko'pliging? Ko'p bo'lsang. 4 tomondan baqargan chiqqani 1000 tanga bo'ladi. 1000 bo'lib keladi. Necha marta aytayapman, boshyalar namoz o'qima deyapman. Boshyalar namoz o'qisang, bor boshqa masjidga bor. Men Xudodan qo'rqaman xolos. Bo'lmasam aytkim bor, menga xido qilma degim bor. Shu menga xido qilma boshyalar bo'lsang desan, shu do'ppi topolmay qolsa, boshqa salla topolmay qolsa, jumas qazo bo'lib ketdi, men gunohkor bo'lib qolmay degan narsa to'sadi xolos meni. Allohumma ij'alna imamal muttaqin deb duo qilamiz. Parvardigor, taqvodor odamlarga rahbar qilgin meni deb. To'g'rimi? Shu duo bormi? Bu meni orqamda turgan ko'tini yumasa, paypoqqa mos tortsa, boshyalar namoz o'qisa, payg'ambarimiz ota-onasi tosh otsa, dinni o'yinchoq qilib o'ynasa, bu taqvodorga men imom bo'laman, bo'lmayman, ayting. Shu meni qavmimdan deyman ertaga. Men shunga rahbarim desam, men isnodga qolaman, qolmaymanmi? Meni qavmimda unaqa odam bo'lsa, men isnodga qolaman. Shuning uchun meni qavmimda unaqa odam bo'lmasligini xohlayman. Toza bo'linglar deyman akalar. Men yoqmayotgan bo'lsam, boring yoqadigan imomlar bor shaharda. 60 ta 70 ta masjid bor. Boring o'shalarga o'xshaganlarga, rasbop imomlar ham bor shahrimizda. Boring o'shalarga. Meni nima deydi? Meniki demay, bizni mazhab ulamolarimiz tutgan yo'lni tutishga harakat qilaman men. Ilojini boricha qancha kerak savob ko'proq bo'ladigan usulni xohlayman men. Men hazakam cho'pchak kitob o'qimayman. Undan bundan masala ko'chirmayman. Internetdan o'qib olib, biron masalasi ko'chirib olib kelmayman men akalar. Men gapirayotgan gapni gapirgan biror bir domla bo'lsa ko'rsating menga. Senga gapirgan shunday gapni deb. Ko'rsating menga men gapirgan gapni. Biror bir domla gapirgan bo'lsa. Ammo gapiradi, mendan keyin gapiradi. Men hazakam odamlarda o'qigan emasman. Hazakam kitob o'qimayman. Gapirayotgan gapimga yetarli javobim bor meni. Gapimga tura olaman men. Xudo xolasa, Xudo aynitmasa. Xudoning o'ziga tavakkal, o'zi adashtirmasin. Banda xatodan xoli emas, xatoyimiz bor, yo'q emas. Lekin bulardagi grubiy xato emas meniki. Bir emotsiya berilib ketdi, og'zimdan bir gaplar chiqib ketgan bo'lsa, bir
yomon gaplashib ketgan bo'lishi mumkin-u, men buni ataylab qasma-qasga gapirib, bularga o'xshagan xotirjam da'vo qiladigan buzg'unligim yo'q men, alhamdulillah. Xudo bundan saqlasin. Hammamizni ham saqlasin Xudo. Tushundingizmi akalar, ukalar? Din bilan hazillashmang. Bu din sizga, bizga omonat. Biz bugun indamay qo'yib bersak bularga, ertaga shaqi o'sgandan keyin, kattayib ketgandan keyin bu yurt Siriya bo'ladi. Bu yurt Liviya bo'ladi. Bu yurt Iroq bo'ladi. Bu yurt Yugoslaviya bo'ladi. Tek qo'yib bersangiz. Tek qo'yib bersangiz, bu domlalar hammasi qamaladi. Otiladi, chopiladi. Masjidlar bekiladi. Masjidlar sport zalga aylanadi. Masjidlar konsert o'tkazadigan zalga aylanadi. Masjidlar desatga aylanadi. Masjidlar tamaki quritadigan joyga aylanadi. Xudo saqlasin. Hammasi mashina kasobatlarni deb bu dinni foydasiga bekitgan hukm beradigan iymonsizlar qilichini shaylab turibdi. Bizdan g'alvani chiqarsa-yu, hammani yopsa. Va bu g'alvani chiqarishga o'yinchoq bo'lib o'ynayotgan mana g'alamuslar ham borda, o'zimiz musulmonman deb qilayotgan g'alamuslar ham bor. Bilib bilmasin ko'ringiz kirishib oladigan oshqovoqlarimiz ham bor. Qilayotgan ishini oqibati qayerga borishini bilmasdan. Bir janozada aytdim. 90-yillarda chiqqan bu vahoviylar. Boshalang, chach qo'ygan, soqoli uzun, Qur'on qiz savob demid, u bo'lmaydigan hammalar chiqqan. Shahrimizdan rosa bosgan bularga. Birortasidan nom nishon qolgan yo'q. Na ahli ilmi qoldi, na o'zlari qoldi. Mendan yaxshi bilsanglar kerak bular. Qani shular? Kimlardir qarindoshi edi, kimlardir domlasi edi shu. Kimdir oshnasi edi. Nima bo'ldi shular? Yetib kelmadi. Bular yana boshqatdan bosh ko'tardi. 30 yil, 35 yilda yana boshqatdan bosh ko'taryapti bular. Undayu biz domlalar tayyormasida oqsab qoldik. Alhamdulillah bugun tayyor domlalarimiz bor, oqsamaymiz. Oqsamaylik. Xudo saqlasin hammamiz. Billa dinni himoya qilamiz akalar. Bu bizga omonat. Jon akalar, din bizga omonat. Sof holatda qabul qildikmi? Sof holatda beramiz. O tashqarida o'qib kelgan bo'lsa o'ziga. Hali kinoda bor-u, yaponcha desa Xorazmdan olib keladi deydi-yu, keladi qo'zg'anda. O Saudiyada o'qib keladimi? Pokistonda o'qib keladimi? Misrda o'qib keladimi? Hindistonda o'qib keladimi? Aylanib kelib bizga tegib to'xtaydi. Hindistonda o'qigan bitta domla bo'lsin misol. Hindistonga dinni kim olib bordi? Boburmi? U kishi kim? Anjorli o'zbekmi? To'g'ri bo'ldi? Xo'p. Pokistonimizda, boshqa yerda hamma yerda ayhonlar solayotganlar kimni hadisini o'qiydi? Imom Buxoriynimi? Imom Termiziynimi? Termiz o'zimiz O'zbekistondami? Buxoriy o'zimiz Buxoroliymi? Bizniki emas. Aksar ulamolar Movaron Nahrda keladi. Kitoblarda o'qisangiz, qolal balxiyun, qolal Movaron Nahr, ahli Buxoriy, ahli Samarqand deb keladi. Samarqand ulamolar buni degan, Buxoriy ulamolar mana degan, Movaron Nahr ulamolar mana degan, Farg'ona vodiy Movaron Nahr. Balx ulamolar mana degan deydi. Saudiya ulamolar mana degan gap chiqmaydi kitobda. Hindiston ulamolar mana degan gap chiqmaydi kitobda. Biz tomonni gapi chiqadi, biz Hanafiylarda. Biz tomondan chiqqan hamma domlalar. Tushunyapsizmi? Yana bir gapiraman. Samarqandga o'ynagan borganmiz. Nechinchi yil bilmayman, esimda yo'q. Borganimizda har yerlarni kirganimizda bir joyga kirdik. Odam o'tiribdi. Anaqa bular nima deydi? Git. Bu qabristonda deyapti shu odam gapi. 400 ta Muhammad degan odam ko'milgan deyapti. Eslayapsizlar, shu payt kim borgan bo'lsa. 400 ta Muhammadda hammasi o'ziga yarasha ahli ilm bo'lgan ekan, olim bo'lgan ekan. Tushunyapsizmi? Hammasi Muhammad ekan. O qabristonga boshqa odamlar qo'yilmas ekan. Boshqa domlalar o'lsa, masalan men o'lsam, o'sha Samarqandda. Meni o'sha davrdagi olimlarga obshideniyga qo'ylar ekan. Bu Mahmud o'ldi, shu Muhammad degan 400 ta odamni ichiga qo'ysak, dastoyimmi bu shu yerga, shu qabristonga? Bu ham shularning o'rnidagi odammi? Hammasi bu ham shunaqa ilmli odam, shunga qo'ysa bo'ladi desa qo'yilar ekanman. Ya bu chikip-chikip o'tsin nariyoqqa desa, o hasakilan qabriston ko'milar ekanman.
Ashnaqa saralardan to'rtta Muhammad qo'yilgan deyapti. To'rtta hasagan gap emas ekan ukalar. Bu Muhammad degan nom uchun Muhammadiylar qabristonlargan. Tushunasizmi? U boshqalari qancha bor Xudo biladi. Hatto qabristonga ham saralab qo'ygan ekan. O'rovniga qarab olimlarni. Keyin odamlar shularni ziyorat qilsin deb. Xashaki odamlar qo'yilmagan ekan bu yerga. Jon akalar, biz butun ilmlilarning sulolasidan kelamiz, alhamdulillah. Olimlar sulolasidan kelamiz, alhamdulillah. Oxir nima bo'ldik? Omiy bo'lib qoldik. Quruq maqtanishdan boshqa narsa qolmadi. Biz oppo domona bugun nima deganda o'ylasan, o'zing hech narsa qolmadi. O'qish kerak jon akalar. O'rganish kerak. Omonat dinni himoya qilishimiz kerak. Bo'lmasam bu g'alamislar hamma tomondan kemirishga o'tdi bular. Boshqa tirinchicha. Sizga ham shuni eslatgan hammaga ham omonat gap. Din omonat. Ad-dinu nasihat dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Din bu nasihat. Sof holatda Xudoni, payg'ambarni, mo'minlarni hammasini hurmatlarni joyiga qo'yib yetkaziladigan bu narsa bu dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ertaga Xudo bizdan so'rab oladi bu dinni. Menga zarilmidi kayfiyatim buzib hammani vaqtini olib sovg'adan gapirish. Vazifa bu. Omonat bu akalar. Eshitib qola olmasdan og'ziga soling. Oshayotganingizda, jo'ra o'ynayotganingiz bir yerda o'rgan bitta g'alamiz gapiradi buni. Nima deyapsan deb piyalar otib yuboring basharasiga. O'chiringni kasofat deb. Sen o'zing kim bo'lasisan? Sendan o'zi musulmonmi? Bismillah bilan topilganmisan sen o'zi? Ko'tingni yuvishni bilasanmi sen? Maraz deng. O'zing bir normal namoz o'qiy olasan, maraz bor, afsuslar qilasan, payg'ambar otasi yasasan deng. Kimsan o'zi deng. O'zing kimsan degan odam yo'q. Aslayotgan narsasi payg'ambarimiz ota o'g'illar. Yasalab kasofat. Sen o'zing kimsan? Xudo hammamizga insof bersin.